Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Ilhomjon Ibrohimov va bugungi videomizda biz aynan T-Crypto mini app, ya'ni Telegram ilovasi orqali qanday qilib qonuniy tarzda kripto aktivlarga sarmoya qilish va ularni kartaga chiqarishni o'rganamiz. O'rtoqlar, birinchi bo'lib bizga Apex Bank ilovasi kerak bo'ladi. Aynan ushbu ilova orqali biz virtual karta ochib, barcha o'tkazmalarimizni amalga oshiramiz. Ushbu ilovani siz App Store yoki Google Play orqali bemalol yuklab olsangiz bo'ladi. Va birinchi qiladigan ishimiz bu aynan Apex ilovasi orqali biz virtual karta ochib olishimiz kerak. Buning uchun biz shunchaki ustiga bosamiz. Kirganimizdan so'ng bizda birinchi bo'lib o'sha raqam so'raladi. Raqamni kiritamiz. O'zimizni raqamimizni kiritganimizdan so'ng bizda продолжить degan tugma chiqadi. Продолжit'ni bosamiz. Bundan so'ng bizning raqamimizga kod keladi. Kodni kiritamiz va shundan so'ng biz o'zimiz uchun parol qo'yishimiz kerak bo'ladi. Endi men sizga shunchaki misol tariqasida ko'rsatishim mumkin. Ushbu parolni biz qanday qo'ysak bo'ladi? Masalan, ismingizni yozasiz. Mana birinchi o'rinda o'sha katta harf bilan boshlaymiz. Mana I qilib L H O M J O ni mana parolimni yozdim. Parolni yozganimdan so'ng men orqasidan 4 ta son yozaman. Misol uchun 2027 va nuqta qo'yaman. Ya'ni ko'rib turganimizdek bizda bu yerda birinchi katta harf bilan boshladik, oxirgi 4 ta son qo'shdim va oxiriga nuqta qo'shib qo'ydim. Siz ham shunaqa qilib o'zingizga mosini tanlab olsangiz bo'ladi. Bundan so'ng o'rtoqlar, parolimizni kiritganimizdan so'ng aynan buni tagida подтвердите parol degan bo'lim chiqadi. Ushbu bo'limda biz mana shu yozgan parolimizni qayta terib kiritamiz. O'rtoqlar, parolimizni qo'yganimizdan so'ng biz mana bu bo'limni bosamiz. Ya'ni bosganimizdan so'ng bizda mana bunday tartibdagi shartnoma chiqadi va uni biz hammasini o'qib chiqishimiz mumkin. Va покрутить вниз degan joyini bossak, biz hammasini o'qigan hisoblanamiz. Va birinchi tugmani bosamiz. Birinchi tugmani bosganimizdan keyin bizda продолжить degan bu tugma ochiladi, uni ustiga bosamiz. Va o'rtoqlar, mana bizda bu yerda ko'rishimiz mumkin ro'yxatdan o'tganimizni va o'zimizning parolimizni terib biz Apex Bank ilovasiga qayta kiramiz. O'rtoqlar, parolimizni yozganimizdan keyin продолжить tugmasini bosamiz. Shundan so'ng bizda kod terish bo'limi ochiladi. O'zimizning kodimizni yozib qo'yamiz va o'rtoqlar, bizda ilova butunlay hozirgi tartibda ochilganiga guvoh bo'lamiz. O'rtoqlar, ilovaga kirganimizdan keyin bizda ro'yxatdan o'tishimizni davom ettirishimiz kerak va mana bu yuqoridagi bo'limga kiramiz. Bu yerda biz shaxsimizni tasdiqlaymiz va prойти identifikatsiya degan tugmani bosamiz. Shundan so'ng mana bu yerga o'zingizning pasport seriyangizni kiritasiz. Bu yerga esa tug'ilgan kun, oy va yilni kiritamiz. Va o'rtoqlar, bizda identifikatsiya bo'limi ochiladi va bu yerdan biz o'z yuzimizni kiritib ro'yxatdan o'tamiz. Verifikatsiyadan o'tganimizdan so'ng 10 daqiqa ichida bizni ma'lumotlarimiz ko'rib chiqiladi va shaxsimiz tasdiqlanadi va shundan so'ng bizda mana bu panel ochiladi. Va biz virtual karta ochishimiz uchun o'zimizning nomimizda bo'lgan mavjud bir dona bo'lsa ham kartani ilovaga qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun biz добавить degan tugmani bosamiz va добавить kartaga kiramiz. Undan so'ng bu yerda siz karta raqamingizni kiritasiz, bu yerda uning muddatini kiritasiz va shunchaki nomlab qo'ysangiz bo'ladi va hammasini kirib chiqamiz. Ko'rib turganimizdek o'rtoqlar, bizning kartamiz muvaffaqiyatli qo'shildi. Endi biz virtual karta ochsak bo'ladi. Buning uchun pastroqqa tushiramiz. Pastroqqa tushirganimizdan so'ng заказать карту degan bo'lim ochiladi. Ushbu bo'limni bosamiz. Va shundan so'ng virtual bo'lim ochiladi. Virtual degan bo'limni bosamiz va оформить карту tugmasini bosamiz. Karta zakazini so'zi chiqqandan so'ng перейти в заявки degan bo'limni bosamiz va ko'rib turganimizdek bizda virtual karta ochish uchun zaявка berildi. O'rtoqlar, bizda mana kartamiz ochildi. Agarda sizda mana shu karta ko'rinmayotgan bo'lsa, moи заявки bo'limiga kirasiz va mana bu yerda bizda yana bitta bo'lim ochiladi. Ya'ni добавить карту degan bo'lim ochilishi kerak. O'sha bo'limni bosib olsangiz, shunda tugmani bosishingiz bilan sizning kartangiz ilovada ko'rinishni boshlaydi. Agar mabodo ochilmaydigan bo'lsa, sizni zaявkangiz 24 soat ichida ko'rib chiqiladi va 24 soat ichida sizga virtual karta ochilishi kerak. Karta qo'shilgandan so'ng siz bemalol boshqa kartalar orqali ham
o'zingizning virtual kartangizni to'ldirsangiz bo'ladi va orqali T-Crypto Telegram hamyoniga kirishimiz uchun birinchi o'rinda mana shu video darslikning tagida ham havola qoldiraman. Yokida siz Telegram orqali ham bemalol T-Crypto deb yozsanglar, aynan ushbu ilova kelib chiqadi. Mana T-Crypto ilovasi kelib chiqdi. Ustiga bosaman va shundan so'ng открыть tugmasini bosaman. Portali ilova ochilgandan keyin biz ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz. Va mana bu yerda biz o'z raqamimizni kiritamiz. Bu yerda parol kiritamiz. Parolni tasdiqlaymiz va promokod bizda majburiy emas va mana bu yerga ikkita птичка bosib tasdiqlash kodini olish tugmasini bosamiz. Tasdiqlash kodi tugmasini bosganimizdan so'ng bizga kod keladi va ushbu maxsus kodni havolaga kiritamiz. Tasdiqlash kodini kiritganimizdan so'ng ro'yxatdan degan tugmani bosamiz va biz o'zimiz ham kod kiritamiz, ya'ni o'zimiz yaratamiz pin kodni. Portali mana kripto hamyonimizni ochib oldik. Shundan so'ng identifikatsiyadan o'tish tugmasini bosaman. Va avtomatik tarzda bizni web.myid.uz saytiga o'tkazib yuboradi. Shundan so'ng bu yerga pasport ma'lumotlarimizni va tug'ilgan kun, oy va yilni kiritamiz. Va согласен tugmasini bosamiz va kameramizni yoqamiz va ro'yxatdan o'tamiz. MyID'da o'tganimizdan so'ng biz hamyonimizga qayta kiramiz va o'zimiz kiritgan parolni teramiz. Portali hamyonimizda aynan mana shu panel ochilgandan so'ng birinchi bo'lib biz o'zimizga karta qo'shib olishimiz kerak. Buning uchun shunchaki mana bu bo'limni bosamiz. Ko'rib turganingizdek, men oldin saytdan ro'yxatdan o'tganligim uchun meni kartam qo'shilgan, lekin siz kartani qo'shing degan joyni tanlaysiz. Bu yerga karta raqamini kiritasiz. Bu yerda karta nomini yozasiz va aynan o'sha yaroqlilik muddatini yozasiz va kartani qo'shing tugmasini bosasiz. Shundan so'ng sizga tasdiqlash kodi keladi va o'z kartangizni qo'shib qo'yasiz. Endi biz sotib olishimiz uchun birinchi bo'lib nima qilamiz? Birinchi bo'lib bu yerga biz o'zimizga kerakli bo'lgan USDT ni summasini yozamiz. Mana yozib bo'ldik. Endi USDT sotib olish tugmasini bosaman. Endi yana menga tasdiqlash kodi keldi. Ushbu tasdiqlash kodini men hamyonga kiritaman. Tasdiqlash tugmasini bosaman. Endi bizning arizamiz muvaffaqiyatli yuborildi o'rtoqlar. Bizga o'rtacha 5 daqiqadan 10 daqiqagacha USDT'miz hisobimizda ko'rinishi kerak. Barcha o'sha oldi-sotdi jarayonlarini biz o'sha tarix bo'limida ko'rsak bo'ladi. O'rtoqlar, bizning arizamiz muvaffaqiyatli amalga oshirilgandan so'ng bu yerda chek yozuvi chiqadi. Shundan so'ng yana oldi-sotdiga qaytamiz. To'g'ri, endi biz ushbu USDT'larimizni sotishimiz uchun sotish bo'limiga kiramiz. Shundan so'ng o'zimizga kerakli bo'lgan summani kiritamiz. Mana men 20 USD kiritdim. Va mana bu yerda ko'rib turganimizdek tayyor kartamiz oldin qo'shilgan edi. Agarda qo'shilmagan bo'lsa, siz o'z kartangizni qo'shib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng T-Crypto hamyondan nusxa ko'chirish tugmasini bosaman. Mana bizda hamyon nusxalandi. Agar siz boshqa birja orqali chiqarayotgan bo'lsangiz yoki boshqa hamyondan chiqarayotgan bo'lsangiz, albatta ularning o'tkazma jarayonlaridan foydalanishingiz zarur. Endi T-Cryptoni manzilini o'rtoqlar adres degan joyga kiritamiz. Shundan so'ng vыбрать сеть degan joydan TRX ni tanlaymiz va aynan T-Crypto platformasi eng minimum 20 USD gacha qabul qiladi va agarda siz TRX tarmog'i orqali o'tkazma bajarayotgan bo'lsangiz, siz komissiyani hisobi bilan 21 USD yuborishingiz kerak bo'ladi. Va shundan so'ng vывод bo'limini bosamiz. O'tkazma amalga oshirilgandan so'ng sizga tax ID beriladi va ushbu tax ID ni siz shunchaki nusxalaysizda T-Crypto ilovasiga qaytamiz va 64 ta raqamdan iborat bo'lgan tax ID ni biz mana bu joyga kiritamiz. Mana o'rtoqlar kiritib oldik. Endi USD sotish tugmasini bosamiz. Mana o'rtoqlar bizda verifikatsiya kodi keldi. Agarda sizga Telegram orqali kod kelmasa, u sizga SMS tarzida keladi. Ushbu kodni mana bu joyga yozib, tasdiqlashni bossangiz, sizning pulingiz o'rtacha 5 daqiqadan uzog'i 10 daqiqagacha kartangizga kelib tushadi. Do'stlar, sizlar bilan qanday qilib T-Crypto platformasi orqali telefonda kriptoaktivlarni olish, sotish, ro'yxatdan o'tishni ko'rib chiqdik. Agarda siz ham ushbu mini appdan foydalanmoqchi bo'lsangiz, ushbu videoni tagida havolani qoldiraman. Bemalol havolaga o'tib, birinchi investitsiyangizni amalga oshirsangiz bo'ladi.